Nevroz holatida niyatingizda mahkam turing va niyatingizni mahkam qiling. Assalomu alaykum. Har birimiz niyatlarimiz bor. Bu juda ham yaxshi. Insonni niyat qilishi bu yaxshi. Nimagaki, niyat bu harakatga boshlaydi. Harakat bor joyda natija olish ehtimoli baland bo'ladi. Nevroz holatida ham yaxshi niyatlarimiz bor. Shu holatni bartaraf qilsam, qaysidir holatlarni o'zgartiraman, qaysidir vaziyatlarni o'zgartiraman. Shu holatdan chiqib olsam, qaysidir vaziyatlar, qaysidir holatlarni o'zgartiraman kabi va shunga o'xshagan yaxshi niyatlarimiz bor. Bu juda ham yaxshi. Endi inson o'zi bilmagan holda shu niyatlarda mahkam tura olmay qoladi, mahkam qila olmay qoladi niyatni. Bu ko'p holatlar bilan o'sha o'z niyatini atrofiga har xil ikkilanish fikrlarini terib qo'yadi. Ya'ni o'z niyatiga o'z yaxshi o'sha nevrozdan chiqib ketsam qaysidir vaziyat o'zgaradi, qaysidir vaziyatni o'zgartiraman, men bu holatdan chiqib ketaman kabi yaxshi niyatlariga har xil ikkilanish fikrlarini aralashtirib qo'yadi, yopishtirib qo'yadi niyatiga. Mana shundan keyin uni bir tomondan niyati harakatga boshlaydi, bu yaxshi, lekin ikkilanish, yopishtirilgan ikkilanish fikrlari bu harakatni cheklab qo'yadi. Mana shu sabab inson juda ham qiynalib qoladi. Harakat qilgisi keladi, lekin harakat qila olmaydi. Nimagaki, ko'p holatlarda o'sha niyatiga har xil ikkilanish fikrlarini yopishtirib qo'ygandan bo'ladi. Bu ikkilanish fikrlari har xil, ko'pincha men bu holatdan chiqib keta olmasam kerak yoki chiqa olmaymanmi? Men bu holatni yenga olmasam kerak, menga mutaxassislar yordam bera olmasa kerak, menga psixoterapiya naf bermasa kerak, foyda bermasa kerak. Mana bu holatdan hech kim yordam berib olib chiqa olmasa kerak. Bo'ldi, men shu holatda yashashga majburman kabi asossiz bo'lgan ikkilanish fikrlarini o'sha niyatiga yopishtirib qo'yadi. Mana bu ikkilanish fikrlari insonning harakatini juda ham ko'p cheklab qo'yadi va inson o'sha niyatida mustahkam tura olmaydi. Nimagaki, shu ikkilanish fikrlari bilan inson aytganidek harakatga borgisi keladi, lekin shu nimadir ushlab turadi. Mana ko'p holatlarda shu ikkilanish fikrlari ushlab turadi. Asossiz bo'lgan ikkilanish fikrlari ushlab turadi inson. Bu holatlarda inson niyatini ko'rib chiqish kerak. Biz nima uchun niyat qildik? Biz yaxshi niyat qildik, to'g'rimi? Shu holatni bartaraf qilgani, shu holatni yechimini topgani niyat qildik. Endi shu niyatimizning atrofida bo'lgan har qanaqa o'sha aytib o'tganimdek va shunga o'xshash bo'lgan fikrlarni, ikkilanish, asossiz bo'lgan fikrlarni olib tashlashimiz kerak bu niyatda. Va niyatimizni o'zimizga qayta-qayta eslatib turishimiz kerak. Mana shu joyda o'sha bizani harakatdan cheklanib turgan ikkilanishlik ketgandan keyin biz ko'proq harakat qilamiz. Mana bu ko'proq harakat bo'lgan joyda natija bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu aytib o'tganimdek, ikkilanish fikrlarisiz bo'lgan niyatimizda hosil bo'ladi. Mana shuning uchun hozirgi vaziyatda bitta niyatlarimizni ko'rib chiqaylik va bu niyatimizda atrofida yig'ilib turgan har xil ikkilanish fikrlarini olib tashlaylik. Hech qanaqa ikkilanish fikri bo'lishi mumkin emas. Bizda hammasi yaxshi bo'ladi, bizga psixoterapiya ta'sir qiladi, mutaxassis bizga yordam beradi, ilmiy tasdiqlangan metodlar bizani bu holatda yordam bera oladi. Hech qanaqa boshqa ikkilanish fikri bo'lishi mumkin emas. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar.